jahon yangilikleri ve en yeni sanat uçurlarından vaqti-vaqtida xabardor bo'lay desangiz, Sarxil to'riga marhamat qiling. Tor adresimiz www.sarxilchikit.com. Yaqindan beri o'rganishni qo'yib, tepish bilan bo'lib ketdi. Bilim degan boshqalar bilan musobaqa qilishib qarshilish emas, balki boshqalarga naf berish bilan ifodalandi. Bak haddidan ishib ketyapsan. Men kitob o'qimayman. Ota, ona, menga fursat kerak. Agar mening aqllarimdagi yaxshi fursatlarim bo'lgan bo'lsa, Malika, yura Malika. Otam bilan onam meni yaxshi ko'rmas bo'lib qopti. Undaq emas, ular sizni yaxshi ko'rmas bo'lib qolmadi. Men hamon ularga qaramdimni ko'rsatib qo'yaman. Shimoldagi chiroyli yurtda nayti katta bir xon ordisi bor ekan. Ordida podshoh va uning jamiyatidagilar turadi ekan. Malika Yulan bo'lsa, podshohning eng kichik qizi bo'lib, tepishning piri ekan. Ordida hech kim tepishda uning oldiga o'tolmaydi ekan. Kichikligi barmoqning uchidek, cho'ngligi fuju teg'idek, ammo yaqin daryodan o'tolmas. U nima? Ha? Aql chirg'i? Tabiqinglarchi, bu nima? Aql chirg'i to'xtab bo'lguncha mening savolimga javob beringlar. Mana bu dal rivoyatdagi Yulan Malika. Bo'ladi, men degan Yeshu ustozning cho'ng shogirdi, tepishmoq men uchun. Bu qanday harakat? Kichikligi barmoqning uchidek, cho'ngligi fuju teg'idek, ammo yaqin daryodan o'tolmas. Javobini topamadingizmi, shuni yo'ymen? Aql chirig'i to'xtay deb qoldi. Men yengilganimga tanbadim. Sharq shamli, g'arb shamli. Hey. Mushu kichik malikaga teng kelamsam, men bakli yormaskanman. Qamlashmagan samuray ekan dehi. Biroz bo'lsin gap aytisha olamdikin debdiman. Hey, bekli ojizkan. Yulan, shin yo'yimni xijil qilma. Shuni yo'ymen. O'zingiz qabul bo'lgan bilan meningiz chimilnigida kichikkan. Ata, hozir tepishda hech kim meni yengolmaydi. Malika, meni bundoq maza qilmang. To'g'ri, Yeshu ustoz deb birba. Siz onun bilan baslashib baqmamsiz, ha? Yeshu, qalay tilsimkan-ku. O'tirg'iningizga qoyil bo'lmay jo'yilib-otmaydigansiz, ha? Yeshu ustam bu yil 12 yoshga kirdi. Jajun janoblarining yanidagi muhim odami. Uni men bilan selishtirsangiz qaysi turdagi tepishmoqlar usta? Yeshu ustamni desak, tepishmoqni yog'dirib o'tdi. Malika yetishmay qolishi mumkin. Biroq Yeshu ustamning kamligini bo'lmadi-da. Sizlarda biqanlarchi? Shundoq. Agar Yeshu ustam kelgan bo'lsa, u degan tepishning piri. Agar yolg'on so'zlagan bo'lsanglar, sizlarni bosh qo'yib o'tmayman. Qaranglar, av ajdahoslarni jazolaydi jumo. Podshoh oliylari, kamini qo'llari yolg'on so'zlashga haddim emas. Agar ishonmasizlar, kamini qo'llari bu ajdahoni oldinlarida tizlandirdi. Nima deyapsiz? Nima? O'yma ajdaho qandoqmi tizlansin? Bu mumkin emas. Amaliyotda bakla oson. Undaq bo'lsa boshlaylik. Undaq bo'lsa Yulan Malika ajdahoni u taxtidan chaqirib chiqing. Ajdahoning taxtidan qaytib chiqishi mumkin emas. Shu bu mening yolg'on so'zlaganligimdan derak berdi. Bu bala qiyin savolga duch keldi. Malika, Yulan Malika. Nim deysiz? Bir kuni Jajun janoblari sizga degan Yeshu ustozga bir parcha rasm ko'rsatgan edi.
Andan uning rasmdagi yo'lbosni bo'ysundur dedi. Yesho ustoz mundaq javob berdi. Shunga kaminimi Yesho ustozni shu xil amalni sinab baqdi. Rastını qalsken. İşi ustam çoxun nayt talantliq. Ata, ona, men doğuyunga baraman. Men faqat yeshoni yangsamla, dunyodagi eng yomon tepishmoq topquchi g'oyilnaman. Bu mumkin emas, mumkin Ata, emas. ona, men doğuyunga bormasam bo'lmaydi, cho'qim boraman. Cho'qim boraman. Men o'zimdan aqlli odamning bo'lishiga yo'l qo'yamayman. Doğuyunga berib, uni cho'qim mag'lub qilaman. Hey, to'xta. Malika olalari, yeshoni yig'ishim kerak. Yük taqlarni ochib bo'ldik. Yo'lga chiqaylik. Xo'jayin, bu yerda yana bir sanduq bor ekan. Buni mep chiqandiq. Yana bir sanduq bormikan? Yo'tkab chiqaylik. Buna için nima bo'g'iydi? Nima chirkan? Yordam berala. Hannim bo'lsa do'yinga boradigan kemiga chiqib oldim. Malika, saqlab tursangiz-chi. Nima degan issiq. U isig'andek emas-ku. Men chiqib ketdim amsa. Men seni cho'qib yig'ib olaman. Yesho, qarab tur. Suki 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 愛してる Suki 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 一休さんトンチは鮮やかだよ一級品度胸は満点だよ一級品いたずら厳しく一級品だけど喧嘩はからっきしだよ三級品ナムさんだトンチンカンチントンチンカンチン気にしない気にしない気にしない気にしないどんどんになった赤く果てしなくわからんちんどもどっちめちんトンチンカンチン一休さん好き好き好き好き好き好き愛してる好き好き好き好き好き好き一休さん一休さん Dal mushu kichik rohib keyin dangliq shayxga aylandi. Uning ismi Yeshu Sujun. Bu mezgilda Yeshu opasidan ayrilib, Angu ibodatxonasida tarbiyalanayotdi. Nama Amitobo, Nama Amitobo, Nama Amitobo, Nama Amitobo, Nama Amitobo, Nama Amitobo. Rahmat. Xo'jayin, menga rangli qog'oz lozim edi. Nama Amitobo. Hey, keling, kelib ko'rib beqing. Ha, o'yin boshlanibdi-da. Vah, barakallah. Bahor qolsgan juma. Ha, bek yomonkan. Hurmatli yurt xalqi, men bo'lsam dangliq serikchi Mejining o'g'li bo'laman. Endi mening mahoratimni ko'rib beqinglar. Amsa qarab turinglar, ha? Mana boshladim. Ha, mana keldim. Barakallah. Rastını qalsken. Yana bir mahorat ko'rsatay. Mahoratimni ko'ringlar. Ko'pchilik diqqat. Buni qaranglar. Hozir men bu raqtni ko'tiraman.
Mana! Aslan yo'qolib ketdi. Barakallah, bekli kalkışken. Biroz tangi tashlab qo'ysingiz. Azroq iltifot qilsangiz. Azroq mı kızık yok ya. Oldu gideyli. Baylarning hammasi pixsiq bo'ladi. Tag'a. Keçiranla, moşinçilikli bakken. Bugün pul yokken kiler qitim çokum berme. Tag'a, azroq pul bersangiz. Moşinçilik maharetkin pul alamsın ha? Singlim, sizlar boya Arslonni yo'q qilib etdinglar. Men bek hayron qoldim. Bu yerda bir sir bormi qandoq? Sizlarga berdigan azroq mı pulum yok. Beysat bo'ldi. O'yin be qoltiskan, biroq meni kechiringlar. Men bir rohib, yenimda hech nima yo'q. Ha, hech qisi yo'q. Men Ango ibodatxonasida turaman. Ismim Yisho. Agar boshqa ishda yordamga muhtoj bo'lsanglar, sizlarga cho'qim yordam qilaman. Shundaqmi? Amsi mening ota-onam uchun duo qilib qo'ya olamsiz. Ota-onangiz o'lib ketganmi? Yarim yil ilgari vabo kesildi o'lib ketdi. Dadam bir san'atkor edi. Bu yerda uni tonimaydigan odam yo'q edi. Uning mahorati qoltis edi. Shundoq bak qoltis. Hozir amal yo'q. Men cho'qim ota-onamning o'rnida ularni beqishim kerak. Biroq mening qo'limdan hech nima kelmaydi. Ota-onamdek pul tepib pullarimni baqamadim. Shavtaylang, ikkimizning maqsadi shundaqla o'tmishi o'xshashgan. Shunga ota-onangiz uchun cho'qim duo qilib qo'yaman. Undaqda sizga topshirdim. Kicha. Qo'ng'iroq jaranglaydi, qag'ilib. Yisho ustaz. Shinyo'min qaytib keldingizmi? Yisho ustaz, bana canapları mühim bir işini topşırdı. Janjun janoblarim, nima ishqa? Shinyo'min! Shinyo'min! Yisho ustam keldimi yok. Nemişqa hazır iş gelmeydiğandı. Janjun janoblari, sizlarga nima ish bo'ldi? Yisho ustam, bana yardım kılmışsınız bu mu de? Bir ayollar og'riyotamda. Şundak, beklip bir aram buluvattı ben. Biroq Janjun oliylari, men yo tevib bo'lmasam, sizlarga yordam qilamasmanmikin? Bırak, meni bu kislimni sizle davalaya alaysız. Undaqda sizlarga zoda nima bo'ldi? Geldi. Men janoblari. Keldi. Ben berip onu tosuvala. Yemen janoblari. Tepishmoqda qoldi. Melike. Malika, Bu yoq kim bo'ladi? meni so'raysiz-ku, o'zingiz kim bo'lasiz? Bu yaktan forum dövtedin kelgen. Yülen Melike boludu. Fushun davlatidan kelgan Malika. Yülen Melike forum dövtenin tepiş ustası. O her kandak adamı can ilan kıla alaydı. Yemen janoblari, bugun kim bilan baslashiman? Melike, meni bir qo'shqinimni geçen. Malika oliylari. Shinyo'min, men uni bilan baslashsammi bo'ladi, shundaqmi? Eğer oturup koysanız işinin çoğu çıkıdı. Bu nima deganingiz? Yana turmusunuz? Malika oliylari. Onda kılma, meni kıynama. Turmusunuz bo'lmaydi. Meni kıynama. Turun ha. Biz o'xshashmiz. Cancın canapları. Janjun oliylari, yuzingiz. Set bo'ldi, bu haltimni ko'rib qoldingiz. Yusamı çıkmadı. Yemen janoblari men bilan baslashib o'tirib qo'yg'ashqa jazo o'chirdi. Cancın canapları diyen daim başkalar bilen görüşüp durduğun tursa. Hey. Forum dövtenin Melikisi bulmagan bolsa. Yülen Melike. Mana bu yoq Yisho ustam bo'ladi. Keldi. Bu kichik raib Yisho ekanda. Meni Yisho desangiz bo'ladi. Roib deyishingiz ortiqcha. Men bilan baslashib beqing. Ko'pchilik diqqat. Yisho men bilan musobaqa qilishdi. Men qo'shilmayman. Nima dedingiz? Rad qilaman dedim. Rad qilaman? Bu gapni tunji qatim olishim. Tuyuqsizlar meni chaqirib, musobaqa qilishiman desangiz, sal adabsizlik bo'lamdi, qandoq? Adabsizlik? Malikaga bundoq gap qilsa qandoq bo'ladi? Hey. Yisho ustaz. Shinyo'min, meni mush ish uchun ep keldingizmi?
Malika kelgandan keyin kunda Jonjon janoblari bilan tepishman deb uni saran qilib qo'yay dedi. Oyjon. Jonjon janoblari. Ish ustam, o'tinib qolay. Ish ustoz, Malikaning yiroq forumda o'ltidan yurtimizga kelishidagi maqsad dal siz bilan ko'rishish uchun. Bu qiz dal yiroqdan kelgan mehmon shukanda. U zodi. Qandaq? Ma'qul, boshla. Dongfang boshlaydi. Kichikligi barmoqning uchidak. Cho'ngligi fuju teg'idak. Ammo yaqin daryodan o'tamiz. Qaynaydigan bu nima? Yeshi ustoz. Yana keldi. Aql chirqi. Bu aql chirig'i to'xtag'uchilik tezdan javob bering. Topdim. Javobi o't. Bir tal shamning o'ti nihoyatda kichik. Agar ulg'ayib ko'ysa, hatto tog'dek cho'ng yanami ko'ydirib yetadi. Biroq suv bo'yiga akelsa, kuyishdan to'xtab qoladi. Tepib oldi-ku. Mana bu bizning yisho. Yulan Malika, endi savol so'rash menga keldi. Bu so'rang. Savol. Lozim bo'lganda tashlaymiz, lozim bo'lmaganda yig'ib olamiz. Ko'pchilik tepinglar, u nima? Bu qitim aql chirqi to'xtag'uchi javob berishni o'ti Yulan Malikaga keldi. Nimadu? Zodi nimadu? Nimanda qiyin? Elish, tashlash. Langar. Yaxshi. Bugun ish ustam yomon raqobatchiga duch keldi. Shundoq, bu Malika haqiqatan yomon ekan. Qanda? To'g'ri dedimmi? Davomli so'rang. Savol. Biri o'ngda, biri solda. Billa turar, ammo bir-birini zodi ko'ra olmas. U nima? Topalaydiganligimga ishonmayman. Qandaq? Topamadingizmi? Bu harakati Shinyoviy men bilan o'xshashgan bu yangmak tazmi nima? Javobi quloq. O'ng quloqimiz so'l quloqimizni ko'rolmaydi. So'l quloqimizmi o'ng quloqimizni ko'rolmaydi. Xato javob bermagandiman. O'ylamabdiman. Bunday qiyin savolga u osonga javob beraverdi-ku. Malika olalari. Yo'q, men yana baslashiman. Utamasligimga ishonmayman. Malika olalari. Yulan Malika, men davomli savol chiqarsam bo'lamdi. Savolni deng. Savol. Eng yumshoq, ham eng qattiq, eng so'g'uq, ham eng issiq, o'zi kichik, biroq kuchi bak cho'ng. U nima? Mana, yine gapni qildi. Eng yumshoq, ham eng qattiq, eng so'g'uq, ham eng issiq, o'zi kichik, biroq kuchi bak cho'ng. Hey, Malika, aql chirig'i to'xtaydi deb qoldi. Yulan Malika, javob bermisiz bo'lmaydi jumu. Topamisiz, tanbeh. Mening lug'atimda tan berish degan so'z yo'q. Endi bu bo'ldi. Qomlashimga tan beradigan bo'ldim. Bu tepishmoqning javobi zodi nima? Buni sizga deb beramayman Malika. Tegidan tushalmasangiz sizga deganning foydasi yo'q. Yengib oldi. Yisho degan, yishoda. Yulan Malika, kaminingizning degani to'g'rimi ekan? Siz Yisho ustamni hargiz yengolmaysiz. Yishoni tortiqlash kerak. Tartixlashning hojati yo'q. Ibodatxonaga boldirib bormasam tanqidga uchrayman. Yesho ustam, to'xtab turing. Yesho ustam. Ha? Yesho ustam meni yengib oldi. Shunga uni tartixlashim kerak. Bu nima shamdi? Malik sizni tortiqlayman desa, u cho'qim yaxshi narsa beradi. Shundaq, boshqachalar bir narsa beraman. Tak nafis, ham chiroyli. Tak aqlli, ham bak omaq. Yulan Malika, bizning tepishimiz oxirlashdi. Bu degan tepishmoq emas, sizning mukofotingiz. Menga hech qanday mukofot lozim emas. Nima?
Yeşil ustam, ben degan Malika. Acaba siz Malikani muammamsiz? Ha? Bu neymiş? Mukofot Malikining o'zi ekan? Malika oliylari. Sen aralashma. Biroq men gapingizni tushunmadim. Yulan malika mukofotmikan? Ha? Bu degan yeshoq yotliq bo'laman deganim ha? Ben yeşil ustamni ak tutmoqchi. Nima? Malikining aksi? Ha? Bu Yeşil ustam, bana uçurgan birden-bir menden akıllı adam. Burunlu şundaq oyun var idi. Bana özümden akıllı aka lazım. Şoňa men Yeşil akam bilen ibadatxanaga qaytmoqchi. Meni qabul qilgaysiz Yeşil aka? Yulan Malika, menga bundaq chaqchaq qilma ma'qulmi? Bundaq ishqa qandaqmi chaqchaq qilay? Men degan hozir nom o'rganyapman. Uning ustiga ibodatxonada yashash bek qiyin. Gapingizni qaytarib bering Malika, ma'qulmi? Bu qamlashmidi. Çabuk buldu bu. Qanday qilish kerak? Malika oliylari, to'g'ri yig'lamang. Yesho, bu degan Malikining talabi. Jonchi janoblari, bu qilsak yesho ustamni xijil qilib qo'ymaymizmi? Og'zingizni yuming. Yesho ustamga nisbatan bu bir xil ibodat. Jonjin oliylari, bu qanday ibodat bo'lsin? Yeşil bilan birga tursam, cho'qim uning taktikasini o'rganalayman. Shin yuvayman, Malikaning boy deganlari rostmidi? Bunimi so'rash ketamdi. Ah, Tangrim, u bizga agishyapti-ku. Bu neymiş endi? Qaraganda yesho ustozga bir singil qo'shilgan o'xshaydi. Shin yuvayman. Menga bundaq chaqchaq qilmang ma'qulmi? Men xijil bo'lib olsam siz kulyapsiz-ku. Malika, yurtimizga qaytib kelsak yaxshimikin? Az gap qil. Yeşil ustamni yengib elib, ondan qaytaman. Shunda qilsam xon otam bilan xon onam meni yaxshi ko'rdigan bo'ladi. Voy, qo'g'layli! 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 Cho'nchoq yasavul, ballar nima o'yin o'ynayotidi? Ular o'g'ri aslan Shaosunning o'yinini o'ynayotdi. U o'g'ri tursa kichik ballar nima ish qilaveraydi? Kichik rohib o'g'ri bo'lsa-mu, biroq o'g'irlagan pullarni namratlarga berdi. Shunga kishilar uni yaxshi ko'rdi. Voy, o'g'ri aslan keldi. Bundoq keldi. O'g'ri aslan Shaosun? Hozir Jangchun janoblarimi uni izlash uchun kalla qotiryapti. Yana bir ish bo'lsa, Yulan Malikaning ishi. Voy, o'g'ri aslan. Yeshoq usta, O'g'ri aslan uni qabul tutayli. Men cho'qim o'g'ri aslan Shaosunni tutib olaman. Tush ko'ribdi. Bu Yulan Malika bahli johilkan. Bu nima? Harvo qachlangan zodi nimidi? La 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 la. Shaoyizi. Men qaytib keldim. Kechikdingiz-ku. U faqat o'zgarmabdi. Men qaytib keldim. Yesho ekan-ku. Kechikib qoldim. Shunyan aka, yaxshi turgansizlar? Ustozchu. Ustoz. Yesho, nimandoq keyin kelasan? Chunki men Bu mundaq ish. Yesho ustoz tepishmoq-tepishda baslashib, cho'ng bir mukofotga erishdi. Bakla avarchilik ish. Yesho, tepishmoq-tepishdimi baslashgan bormi? Bu nima ish? Mukofot topsan texi. men shundoq qilay degandim, biroq Meni qaytarib o'taman deganlar nemisi? Yeşil ustam, nima ish qilsangizni qo'g'damaysiz? Nima? Singlisi? Singlisi? ustoz, bu ishning sababi bor. Sizga hali tushuntirib qo'yaman. Ondaqda men tushuntirishingni anglab boqay. Yasovul Chuanchan, sizmi keling? Anglashlar qaraganda o qiz Yeshoning singlisikan. Texi kichikkan-ku. U Malikadek o'moqkan. Og'iz chiqarmanglar. Jim turinglar. Yesho, sen o'zing nom o'rganayotgan turib, yana sanonimi birga ib kapsan. Bu qanday ish? Yo'q, bu undoq ish emas. Ustoz, meni xato tushunib qoldingiz. Siz xatolashmadingiz. Yeşil ustam tepishmoq-tepishda meni yengib oldi. Yengib oldi? Singlisi degan aksi bilan birga turishi kerak-da. Bundan keyin men mush yerda yashayman. Ne turinglar, meni to'smanglar.
Niye durma? Niye durma? Qandoq qilish kerak? Shao Yizi. Yeshu aka, yana bir soningizda aytgapsiz, bu zodi nima ish? Qandoq tushundirsam bo'la? Tez keldi-ku. Bu rostili tez bo'ldi. Yemen janoblari malikani bizga topshirgan bo'lsa, buni qandoqmi rad qila olamiz? Bu Yesho, sen qandoq qilay deyapsan? Tomoq yeydigandan biri qo'shildi. Qandoq qilishni menmi bilmadim. Biroq Malika qayerda tursa bo'la? Biz bilan bir uyda tursa qamlashmas. Yesho, Haras, Malika naketdi. Yeshu aka Malikaga bak kuyingan. Shao Yizi, bundoq desang qandoq bo'ladi? uyda yo'q-ku, qashdimi nima? Bilishni xohlamayman. Amsa, men qaytay. Qaytamsiz. Shundaq, qaytib ketay. Yulan malikani o'zlariga topshirdi. Chatoq bo'ldi, chatoq bo'ldi. Ko'pchilik chatoq bo'ldi. Bu Yeshu ustam. bu nima ish? Mushundaq cho'ng ibodatxonada mandurug'da yermi yo'q ekan. Shu o'zim birini bezib oldim. Kechki tomoqqa meni chaqirishni unutib qolmanglar. Yulan malikaning surati bak tezgan jumo. Malikaning tayyorligi borkan emasmi? Namo Amitobo, 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 Namo Amitobo. Tangrining sizni qo'g'dishini umid qilaman. Shao Taylang, men sizga atab duo qilaman. Biroq bu qilganim yetarlik emas. Avu kuni Shin Yubimin meni tepishga epbadi. Yulan malikini yengib olsam, u sizning so'ng'ingiz bo'laman deydi. U yana men bilan Ango ibodatxonasiga keldi. Qanday qilishni bilmayla qoldim. Bu nima ovoz? Portmol kangu. Bu bek ko'p bo'lgan. Kim tushirib qo'ygandi? Yesho ustam, bir narsaning tushgan ovozni angladingizmi? Bu portmolning yerga tushgan ovozi. Mushundoq keshdimi? Mening quduqim normal odamdan yuzlasa aniq anglaydi. Nima odamsan? Hey! Uning surati bekli tezgan. Yo'qolib ketdi-ku. Acaba u dal o'g'ri Arslan kichik shahzodami? Yomg'ir o'tgan yer ko'payib ketyotdi-ku. Rostulu shundoq. Amal qilsak bo'ladi. Hey, Chingnian, Monian, Yesho, sizlar o'gizga chiqinglar. Men qo'rqaman. Shamol bak kuchayib ketdi. Voyjon, tushib ketadigan bo'ldim. Qutqizinglar. Shinyon aka qamlashmayotdi. Yog'ochchini chaqirsangiz bo'ladi. Yesho, biz sana qarab qoldik. Shinyon aka, yomg'ir o'tgan yana tepishmoq bilan o'shig'ilib bo'lmaydi. Yesho mi qilamasa, yog'ochchini chaqirmasak bo'lmag'idak. Buni men topshiraman. Bu nima?
Laglak? Laglak? Ha? Malik ekan bu. Ha? Qandaq yashay ustam? Bundan qilsak tushib ketmaydigandimiz? Gula Malika unda qilmang. Men yashay ustam qilamagan ishni qilmoqchi. To'g'ri, Shifa, o'g'izga yaqinlashtiringlar. Ah, Malika oliylari. Chatoq bo'ldi. Chunyan, men bilan Laylak. Voyjon! Sho'g'im bo'ldi. Jinyan, esnab ketdingmi? Shu yuzi og'riyotamdi. Laglakdan tushib ketib, hamma yerim og'riyotdi. Chunyan, men senga yuvib beray. O Malika bek eskigan, uni qaytarib etsangiz bo'lmamdi. Uni yo men epganmisan? O'zi izlab kelgan so'nglingu. Chunyan, bundoq desang bo'lmaydi, jumi. Yuzi qizarib ketdi-ku, taxi. Bu qilin. Men texi suv to'shimidim. Yeshi ustam! Yeshi ustam! Menga hiyliq tepishmoqning javobini deb bering-a? Yulan Malika, men hozir ibodat qilyapman. Diqqatimni bo'lmang. Nima? Suv to'shishnimi ibodat demdi? Ma'qul, amsa ibodatingiz tugaganda andin deb bering. Sizlarga amal deb beray. Bundoq jabba tatmang. Biroq yeshi ustam, siz menga tepishmoq tepish taktikasini deb berishingiz kerak. Tepishmoq tepish taktikasi? Bu nim degan gap? Bundan qilsak, jabbadan suv to'shishning hojati yo'q. Mana bu mening yurtimning amali. Suv uzatish. Bek soğuzken! Bundaq bo'lsa biz ibodat qilolmaydigandek qilamiz. Yeshu, amal qilsang bo'ladi. Malika bo'ldi qildigandek emas. Yishoni yengilmasa, mush yerda turaverdi. Yeshu, uturib egini. Bu oson ish emas. Topdim. Mushunda qilsaq, tepishmoq tepishda ufturmayla, Yulan Malikini zeriktirgili bo'ladi. U chidamay ibodatxonadan ketadi. Albatta shundoq bo'lsa ekan. Yulan Malika, garchi siz Furun davlatining malikasi bo'lsangizmi, biroq ibodatxonamizning qoidasiga ko'nishingiz kerak. Bir kun ishlasangiz ondan tomoq yeyalaysiz. Ha? Bir kun ishlasam, ondan tomoq yeyamdim. Ha? Bu nima? Ishlamaganlar tomoq yemaydi. Ha? Bu chini bek chiroyli ekan. Mening deganimga qo'shilmasangiz qaytib ketishingiz kerak. Ha? Hozirlama? Agar mening deganimda qilolmasangiz, qaytib ketganingiz yaxshiroq. Malikaga hurmatsizlik qilmang. Bo'ldi, so'zim angla. Bu degan akamning buyrug'i. Keshu ustamning hiylasini bilaman. Meni bu turmushga chidamaydi degan bo'lsangiz, bek xatolashibsiz. Unda oson ish yo'q. Ha? Bu degan hammalarning qoidasi. Cho'qim rioya qilishingiz kerak. Undoq bo'lmaydigan, hammani to'xtatib yurtingizga qaytishingiz kerak. Mushundaq deb meni qiynamoqchimi? Gapimni anglang. Agar bu jarayonda qoidalarga ko'namasangiz, desangiz bo'ladi. Biz darhol to'xtatamiz. Ma'qulmi? Bu nima deganingiz? Men hammani tushundim. Xotirjam bo'ling, hargiz undaq demayman. Qaysi gapni demaysiz, ha? Japaga chidamadim demayman. Men bilgan xatarlik. Men aniq anglamadim. Hargiz demayman, xotirjam bo'ling.
Uylanmalika hargizmi bundaq chapalarga chidamaydi. Uning ketishiga ozli qoldi. Shundoq. ibodatxonadagi turmush yog'och taxtining chekilgan ovozi bilan boshlanib ketdi. O'rnidan turibla yotqanni yig'ish kerak. Yuz ko'zini yuvish kerak. Yana etikapda Tez bo'laylik, tezroq. kerak. Malika oliylarimi bular bilan birga ibodat qilish kerak albatta. Voyjon! Sen nima ish qilyapsan? Amitofu. Amitofu. Bu şarkıda közümde mi kökül bolu diken? Yeşu, bu kimnin közü? Ay, kollarım mı meynet? Kol sıkın mı aş? Nima dedingiz? Namu amitofu, namu amitofu, namu Namu amitofu, namu amitofu, namu amitofu, namu amitofu, namu amitofu. Varang cho'rin qilishma. Uylanmalika bu yerning turmushiga ko'nib qoldi. Vaqti keldi. Yeşu ustam biz beslashib baqayli. Nimanda qattiq? Sual, shaharga kiradigan yo'l bilan chiqadigan yo'ldan qaysi uzun? Javob ikkisi o'xshash. Shahar kiradigan yo'l degan chiqadigan yo'l degan gap. Eng yumshoq, ham eng qattiq, eng so'g'uq, ham eng issiq, o'zi kichik, biroq kuchi bek cho'ng. U nima? Kechiring, tegidan tushunmasangiz sizga deb bergan foydasi yo'q. Ha, nemishqa? Hay, necha kun bo'pti. Yeshuning tepish taktikasini texicha o'rganmadim. Bu turmush bek chaponliqkan. Hamma yerim og'riyotadi. Ha, nima deyapsiz? Sizning bu turmushingiz texa endi boshlandi. Agar sizning tepishni o'rganish maqsadingiz bo'lsa, Yeshu ustamni ta'limlayling. Ha, men degan malaka tursam, boshqalarga egilib yolvoratdimmi? Ha. Donfang, Shifang, mo'ram tutib qo'yinglar. Mo'risini tutib qo'yamiz. Bu degan ibodatxona. Mana bu o'g'ri aslan kichik rahibning tahdid xati. Sizlardan o'tinib qolay. O'g'ri aslan kichik rahibni tutib olsanglar bo'ladi. Ma'qul. Ha? Shamchu, kim shamni o'chiribdi? Meni oltunlarim Men qochib ketdi. O'g'ri aslan shovsin qochib ketdi. Ha, nima yozibdi? Xatni nima debdi? men bu xat tonimaydi ekanman. Kichik ustam, siz buni o'qtirishga xatni tunamsiz. Tönögün o'g'ri aslan shavsing yeshil yopirmoq do'kondan pul o'g'irladi. Ha? Yana shu kangu. O'g'ri aslan kichik shavsingni tutish kerak. Anglasam bu qatim mushukning soyisi chiqib turdi. Qo'rg'uvchilarni qo'rqib aldin ketdi deb angladim. Ha, nimishqa bizning mahallaga kelmaydigandu. Kelgan bo'lsa boy bo'lib qoladi. Shuni danga, anglasam Jangjunbek ochiqni etibdi. Shundaqmi? Ishq baqarni anglashimcha haliq kuni ibodatxonaga o'g'ri kiribdi. Shundoq. Bu degan Jangjunning topshiriqi. Forong davlatiga qilingan sovg'a ekan. Forong davlatining sovg'atini akeldinglarmi? Helili keladi. Kep qolsa menga xabar qilinglar. Ma'qul. Odam bormi? Choyni uyga olib kiringlar. Bo'ladi xo'jayin. Bu nima? Kimning qilgan ishi bu? Ha? Katta xoldi. Yeshu ustas! Yeshu ustas bormi? Mana men baqu. Bu yoqqa keling. Shun yo'mayman. Yeshu ustas berib tursangiz. Men angladim. Jegan xo'jayin o'g'ri aslanning tahdid xatini topshirib olibdi. Shundoq.
Hammalar Jigar xo'jayinning do'konida nurg'un sovg'at buyumlar borligini biladi. O'g'lansa chatoq chiqadi. Shunga hammasi sizning aqlingiz qarabli qoldi. Mashina qilsak, sovg'at buyumlarini yaxshi saqlag'ili bo'ladi. Ha, yasovul chunchun, haqiqatan yaxshi qilibsiz. Yesha ustoz kelgandan keyin ishlar iziga tushib, menmi xotirjam bo'lib qoldi. Hay, men saqlagan xotir buyum bilan oilamning mulkining hammasi bu yerda. Biroq hammadan e'tiborlaydiganim Marvayt sunlar. U degan podshohga qilingan sovg'at emasmi? O'g'irlab ketib qolsa men tugishiman. Shun yo'ymi? Qilib bo'ldingizmi? Jegan do'konining bu qo'g'dinish aslarlarining hammasi Yesha ustozning bilimining mahsuli. Mushundaqli bo'lsa, biroz kiraman desam shu an tutilib qoladi. Do'stlar, qo'ng'iroq deganimiz bambuk kanay bilan taxtini arg'amchiga esib qo'yishni ko'rsatadi. Kuz kelganda qushlar uzuq yiqili kelsa yoki biror kishi arg'amchini tassa, qo'ng'iroqdan ovoz chiqib, qushlarni o'rkitib uchirib etadi. Bu degan ota-bovlarimizning qolgan amal bo'lamdikan. Aqlli odam yolg'iz Yesha ustamlar emas. Siz kim endi? Sen men qo'g'day. O'g'ri aslan yana paydo bo'lib qolsa, mangli qo'yib bersanglar bo'ldi. Mushundaq vaqtda Yesha ustoz bilan baslashgan edi. To'nfiq, bugun kechda sen ambarga qarag'in. Bakli ishib ketdimi qara? Ko'pchilik xotirjam bo'linglar. Xo'jayin. Nama Amitobu, Nama Amitobu, Namo Amitofu, 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 Namo Amitofu. Orandish kermoq beramsiz nimada qoz? Rahmat sizga xo'jayin. Tazimi qiziqish bo'ldi-da bu. Yesha ustam. Yesha ustam, nimishqa meva do'konining oldiga berib duo qilamiz. Uning onasi yaqinda vafot bo'ldi. Shu men uning onasining ro'yiga Bu otib duo qildim. ibodatmi? Shundoq, boshqalar uchun duo qilib, ulardan sadiqa qilamiz. Oran 2 tangani berdi ekan. Tomoqimi bora-bora suyuqlashib ketyotadi. Ha, Yesha ustam saqlab turing. Bo'ldi. Og'zingdan chiqa. Yesha ustam, yana bir sadiq tilayli-chu. Endi qaytib nomu qayli. Bizning o'quvimiz yetarlik emasmi? Nima qilasizlar? Nomni shunda xato o'qib turib, yana sadiq tilsa, sizlarcha sadiq berish kerakmi yo'q? Bilasiz kerak. Ular bek adabsizkan. Adabsizlik bo'ldi. Kechiring. Endi sizlarga mahorat ko'rsatib, afu so'ray. Ha? Siz nima qilmoqchi? Yaningizda bir narsa kimda qilamdi qandaq? Mening Marvayt sunlarim yo'q turdi. Voy, nima yaxshi. Bu dal mening sunlarim. Kechiring. Chaqchaq qilib qo'ydim. Bu narsangiz pastga tushib qolibdi ekan. Aslinim terib olibdi. O paqroq narsaga bakla amroq. Shundaqmi? Bu mushuk bekla umaq ekan. Bu soltak mendan boshqa odamga yaqin kelmaydi. Shovtaylan. Ha, Yesha ustam. Yiliq kundan boshlab men to'xtamay ota-onamga duo qilib keldim. Buningdan ota-onamning ruhi cho'qim xush bo'ladi. Ko'pchilik, bu mushukka qaranglar. Qarab turinglar. Ko'zinglarni yumamanglar, ha? Hey! Mushuk yo'qolib ketdi. Bekyamankan, qaltiskan. Yaxshi. Rahmat. Aka, men yenimga pul sanmabdiman. Bermisingizmi bo'ladi? Siz rostli bekyamankansiz. Eningiz bilan chiq sevatni belal tutib oldingiz. Qaltis. U degan shovtaylan emasmi? Mening tuqqanim yo'q. Uning havsim keladi. Buningdan keyin diqqat qilҗimi? Ma'qul, rahmat aka. Bugun pul bek oz. Hech qisi yo'q. Biz birga ishlaymiz. Men o'yin kesdim. Men yordamlashay.
Yana tirishsaqla bo'ldi. Yesho ustam mangayli. Ha, Gülen, mahoratingiz bek qoltisgan. Rahmat. Saqlab turing. Gülen Malika, sizga nim bo'ldi? Ularning munosabati bek yaxshikan. Shundoq, ular bekli inoq o'tidi. Biroq men o'rdadagi tuqqanlarim bilan inoq o'tmayman. Nimishqa? Xon otam bilan xonish onam qarindoshlarimni begarak yaxshi ko'rdi. Men azaldan ular bilan gaplashmayman. Men tepishda tonilgandan keyin ota-onam meni yaxshi ko'rdigan bo'ladi. Biroq men buning vaqtli ekanligini bilaman. Gülen Malika, Shunga men to'xtamay tepishda bazlashiman. Men sizni yengandan keyin ondan qaytishim kerak. qarindoshlar azalda mushundaq urushib yana gaplashib cho'g' bo'ladi. Ota-onalarning muhabbati hammalarga o'xshash bo'ladi. Faqat ifodalanishini o'xshamaydi. Gülen Malika, ota-onaning yanida yashashning o'zila cho'ng baxtning o'zi. Buni cho'qim tushuning. Yesho ustamning ota-onasi nimishqa yanada yo'q? Nimishqa ibodatxonada tarbiyalanasiz? Onam bilan ikkimiz ba'zi sabablardan birga yashasak bo'lmaydi. Biroq men faqat yolg'izlik his qilmayman. Men yolg'iz emas. Biroq Malika, siz baldur qaytmasangiz ustam mendan og'rinib qoldi jumu. Yesho ustam. Ota-onaning muhabbati o'xshash bo'lmaydi ekan. Xanota, xonishona, qarindoshlarim. Boshqalarga duo qilish kerak ekan. Boshqalarga duo qilish. Shifa! Mening yipingni qipimni yeb kelgin. Qandaq? Yangicha ahvol bormi? Sangon. Cho'nchin janoblari, avi yigit. O degan Malikaning muhofizatchisi. Malikaning muhofizatchisi? Yilqi Yesho ustoz bilan o'zini silishtirib yuradigan Yo'la Malikaning odami. Malikaga o'xshash odam zeriktiradigan ablahga. Qayerga tarafdan keldi? O'rninglardan ayrilmanglar. Bu yoqqa. Xo'p. Ovoz chiqdi. Yasavol nerede? Qutquzinglar. Yasavol. Shin yo'lbaymiz. Nima ish bo'ldi? Mushkal bosdi. Men qo'ydim. Bu zaten nima ish? Shamyorki. Bu yana paydo bo'ldi. Alvasti, nega qolsa? Cho'nchan Yasavol. Alvastini tutdinglarmi? Cho'nchan Yasavol. Alvastini tutdinglarmi? Aslim shunda qilib-da. Rastul yamakka. Biroq uni ishqi mening hujramdan chiqadi. Shu emasmi? Nimishqi bu hujradan chiqadi. Ambar qarab boqaylik. Xatarlik. Tez bo'linglar. To'xta. O'g'ri aslan kichik rahi. To'g'ri, o'ng taraf bo'ladi. Yaxshi taslim bo'l, o'g'ri aslan shavsi.
Әмсі мен кеттім. Тоқфа, pislik chiq. Ilgir әділі. Енді қачырып қойдым. Çatlak oldu. Merve Aytsunlar yukap gitti. Minin göhürüm Merve Aytsunlar. Ya sağ ol Çinçen. Ya sağ ol. To'xfa, qattiq bo'ldi. Bu nime? Hammaga ko'rgansizlar? Qandaq bo'pti? Bu mening kashtam chiroyliqmikan? Nemish bo'ldi? Kiyimingizga gul chekilib qoldi-ku. Qandaq chiroyliqmikan? Biroq Yülen, siz nemişki bunda kılısınız? men bu yerga kelgandan beri ko'pchilikning ko'yinishiga erishdim. Shunga javob qaytaray dedim. Raqamlik bo'lmasimi? Bu mening ko'nglim. Çak kılıvatam siz nime? Bu giyimle kandak giyimiz. Yeşo! Nemish? Senin giyiminde gül yok yango. Sen Melike bilen zaten nemiş kıldın? Yo'q, bu ishdan qilchi xabarim yo'q. Buning ishi bilan aloqasi yo'q. Ko'pchilikning kiyimidagi tarilib ketgan yerga men gulgash tilab qo'ygan. Tarılıp ketken yege. Ko'pchilik kiyim tarilib ketish deganni bilamsizlar? Yang, yaqa va kiyimning kaynida yip chiqib tariladigan ahvollar yuz berdi. Bular asosan daraxtga inib qilishdan bo'ladi. Yishu kiyimining yipining chiqib qolganini bilsa, shu an tikib yetadi. Ko'pchilikmi Yishuga o'xshash narsalarni asrashni o'rganib oladi. Yeshuning kiyimida gul bo'lmasligi shuningdan kendi. Yulan Malikmi ko'pchilikni o'ylab shunday qilibdi. Yaxshi ko'nglimni tushunmay, agar yaxshi ko'rmasangiz kiymaydi qo'yinglar. Salomlar. Hay, Malika to'xtab turing. To'xtasangizchi. Yila Malika, Yesho ustoz. O'g'raslan Shavson qechib ketdi. Dongfeng, nima qilyapsan? Ajab, yuzim to'kildi. Kıymetli Merve Aytsunlar yukap getse Cancu'nun gazı bükememdi. Yeşo ustam, aklınızını işiltip, oğur aslan şavsını tutup etsiniz. Eğer ben Merve Aytsunlarını tapamısam, ben uçakta veyran bulumen. Shin yo'yman. O'g'ri aslan Shavson rostla bir aslan ip kapdimi? Shundoq. Aslanning bo'ynida kichik bir qizil lati bor ekan. Yeshu ustam, u heyriq aslanmidi? Ajaba. Yeshu ustam, xatolashmaganimiz? Shunga avval ular bilan uchrashib selishtirishimiz kerak. Bozordan izlandik. Ular Ulardan dam oldi. oldi? Anlasam kızıp ağırıp kaptı dek. Ularning uyi qayerda bog'iydi? Bunu bilmeydikken ben. Bo'ldi, uni o'zimiz izlaylik. Hay, Malika, saqlab turing. Malika, saqlab turing dedim. Malika, bundoqla bo'lsa toza yaxshi bo'lmaydi. O'g'ri rost, undaq yaxshi kishilar. Dongfeng, Mına Melikem, sen uning bilan ikki qatim uchrashding. Bir anasini bayqadingmi? bir xil pıraq bakken. Bir xil puroq. Ango ibadet xansidagi chog'dimi shundoq pıraq bar edi. Chegin do'konda urushganda o'xshash rangdagi kiyimni kiyib olibdi. U qanday puroq ekan? Padişahning ordisi va Melikamning kiyimidagidek mezlik pıraq. Shundoqmi? Demak, bu xil puroq faqat furun devletida bo'lganda, demak bu Rayhonning javharida bo'yilibdi. Bu xil javharni faqat bo'ldi, Jijamatning bo'yxonasiga boraylik. Ular shu atrofda bo'lishi mumkin. Oja, mening qo'sqim echib ketdi. Bugun akam dam oldi, shunga tushlikda tomoq yemaymiz. Bo'ldi, chaqchaq qilmay tamoq etgan. Ma'qul. Aka, putung yorilibdi-ku. Aka. Yorlanmadi. Ansirmanglar, ko'p o'tmay saqib ketadi. Shavxo, kim keldi? Bugun Shavxo'ga nima bo'ldi? Dal mush pıraq. Men qo'rqyapman. Singlim. Hammanglar kelinglar. Gapimni anglanglar. Akanglar bir mezgil sizlardan ayrilgan bo'ldi. Aka, sen ketmagin. Aka, ketsang bo'lmaydi. Serikchi Shavtaylan uyda bormi? Siz bormi aka? Shavtaylan. Sizlar og'rib ketdi. Siz o'g'ri aslan emas, shundaqmi? Sizlar nima demoqchi? Meni akam o'g'ri emas.
Mümkün emas, mümkün emas, mümkün emas. Hammanglar anglagansizlar, ukaları uni emas deb atadi. Janoblari, men dal o'g'ri aslan shovsam. Şovtaylan, o'g'ir aslan shovsingmi? u o'zini mahorat ko'rsatib pul topadigan serikchi deydi. Bu soltak bütün yurtni qalaymiqon qilibatdi. Men o'g'ri aslanning bir kichik bola ekanligini o'ylamabdiman. Uning yanida qizil sharpiliq bir mushuk bor ekan. Badanida to'nqung urgan tayoq izimi bor ekan. Umu hammani e'tirof qildi. Qarmoqqa yuvashlanım ekan. Gunohingni to'nigan bo'lsang, marvoyit zunlarni qaytirib berishing kerak-ku deyman. Onda qilmasang o'lim jazosiga uchraysan. Nima marvoyat u? Men bilmayman. Nima? Men o'g'irlikni e'tirof qilaman. Biroq men yaxshi o'g'ri. Nima deysan? O'zingni yaxshi o'g'ri demsan? Shundoq. Uqlarimni beqish uchun shundoq qilaman. Men baylarning pulini elib, kambag'allarga ayirib beraman. Gap so'zga diqqat qil. U degan Jongjun janoblar. Men rost dedim. Bo'ldi, qil, bo'ldi, tushundirma. Hilangni men bilaman. Jazoga tayyorlik qilinglar. Ha? Men uni o'lim jazosiga buyurayman. To'smasam bo'lmaydi. Malika. Yasha ustam, angladingizmi? Şovtaylanga o'lim jazosi berilibdi. Bu Shoftaylan o'zini yaxshi o'g'ri deydi. Natijada rost shundoq ekanda. Jongjun ahlilar g'azablandi. Men Jongjunni izlayman. Yula Malika saqlab turing. Men boraman. Nima dedingiz? Uni gunohsiz deb qo'yib etamdim? Ha? Jongjun janoblari, uning ota-onasi yo'q bo'lg'achqa o'g'irlik qilgan. Kichikgina turib, uch uksiga qaraydi ekan. Bek chapada qopdi olalari. Mushundoq deydi shu endi. Mushundoq deydi shu. Biroq natija qandoq bo'ladi? Natija Gunohsiz deb qo'yib etamdim. shundoq. Taklifimni anlaganingizga rahmat. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'zgarmanmi? O'lim jazosi. Ma'qul, shunday qiling. U kallasi ishlamaydigan ichtar ablahga yaxshi gap ta'sir qilmaydi ekan. Sizlar uni qayil qilalig'idaysiz Yasha ustam. Meni ichtar ablah dedim-a? Yasha ustam, siz qanday o'yladingiz? Yasha ustam? O'g'irlik rostilla yomon ish. Biroq Yasha ustam, Şovtaylan o'zining yaxshi o'g'ri ekanligini aytdi. buni ishing yo'bayman menga dedi. Daqiqinga Yasha ustam, yaxshi o'g'ri bilan eski o'g'rining farqi nima? O'g'rining yaxshisi bo'lmaydi, chunki u degan o'g'ri. Deganingiz to'g'ri. Necha ming xil sababi bo'lsa-mu, o'g'ri degan jazosini tortish kerak. Bundoq bo'lmasa, hech kimning haloldan pul topqisi kelmaydi. Chunki o'g'irlash jafoda pul tepishdan oson. Jafo tatmay pul topadi. Meni hozir yana bag'ri tosh deb qaramsiz, ha? Yo'q. Yo'q, Shotaylan. Sen Allah'ın yaşımı olsan emas. Bilmem sen. Sen pek aqlli qiyding-ku. Bu undaq oson ish emas. Ularning munosabati bek yaxshi, bek inoqkan. Siz Jongjunni qayil qilaman degandingiz. Yurt xalqining omonligini saqlash uchun men cho'qim tartibni saqlashim kerak. Shunga yuragimni qattiq qilishim kerak. O'lim jazosini at tushda ijro qiladi. Tushundim. Kechiring, sizni qutqizolmadim. Yulan xonim, bo'ldi undaq demang. Bundaq bo'lishi o'zimning kasofati. O'g'ri deganning yaxshisi bo'lmaydi. Malika, sizga bir o'tinishim bor edi. Neymiş postay bering. Fikrlarimni sizga topshirdim. Yulan Malika,
Pukularım aşkamızken deymen. Sizden ötünüp qalay. Ötünüp qalay. Bundaq demang. Siz bo'lmasangiz, ular qanday xushal bo'ladi? Faqat siz ularni qo'g'diya olasiz. Boshqalar bunday qilolmaydi. Jonjun, Marvaysunlarni qaytirsangiz gunohingizdan kechadiganligini aytdi. Yule Melike, bu nima degininiz? Men uzunlarni faqatla o'g'irlamadim. Malika, opam qandoq turibdi? Opam siz bilan birga kelmabdi-ku. Aka! Aka! Yig'lama. Hozir yeshu Akamiz kelmasa ishni yemaymiz deydi. Aka, endi oshpaqili qilmayman. Akamiz qaytgis bo'ladi. Ha? Yila Malika? Men bak yaramazkenman. Davlatning malikasi, tepishmoq tepish piri. Hammasi shunday maqtaydi. Biroq men Shavtaylarni qutqizolmadim. Men deqi bu yerga kelib yeshuni yengib olsam, hamma ish ko'ngildagidek bo'ladi debdiman. Bundaq yaramsiz tursam, ko'pchilik albatta menga ish bo'ladi-da. Undaq emas. Jahon yangilikları ve en yeni sanat uçurlarından vaqti-vaqtida xabardor bo'lay desangiz, Sarxil to'riga marhamat qiling. Tor adresimiz www.sarxilchikit.com. Shundan akamlarning kiyimi tikib berdingiz. Yana Shavtaylarni qutqizaman deyapsiz. O'zingizni yaramsiz deyishingizga yo'l qo'ymayman, Shavyisi. Unutib qolibman. Usta sizni chaqirmadi-ku. Ha? Ustoz, meni chaqirganmiydilar? Yesha ustam. Shavtaylarning ishi. O'lim jazosi o'zgardi. Yesha ustam, qayli qilamadingizmi? Bundoq bo'lsa, men boray. Malika, har qanday ish ikki taraflik bo'ladi. Agar Shavtaylarning gapi rost bo'lsa, demak yana bir gumondor bor. O'yinni boqayli. Demak, biz haqiqiy jinoyatchini topsak, to'g'ri. Hey, Malik xinim tunugin bir kun kechda tikkan edi. Bugun Shavtaylarning ishi bilan yugurib yurib bekli charchab ketibdi. Jinoyatchi Shavxo'kan. Ha, Shavxo'mikan? To'g'ri, uni izlab yiqinglar. Uni tutquli bo'lamdi yo'q, aniq emas. Nima degan qo'rqinchli. Hozirli tush bo'ldi. Uni rostla o'ldiraman. Yeshu degan so'tdak azodi qanday qilgandi? Akam tutilgandan keyin Shavxoni ko'rib boqmadik. Meshkun tutsa qandoq bo'lmoqchi edi? Sizlar Yeshu bilan Malikaning gapiga asroq ishonmaysizlar? Aka! Chiqdi. Udan o'g'ri aslan Shavsinkanda texib bor ekan emasmi? Uning puli bilan bolamni qutqizib qolgandi. Shuni deyman. Aka! O'g'ri aslan Shavsing, yana deydigan so'zing bormi? Ha, Marvaysunlarni qaytirib bersin. Bo'lmasa men tugishiman. Sizdan so'ramadim. Shavtaylang, Menda bo'lgan bo'lsa, sizga beratdim. Men qaytirib ber. hozir chiqarsanglar bo'ldi. Men rostla bilmayman. Sen emasmi? Marvaysunlarning ya puti bo'lmasa, ya mang'amisa, bu. Put? Acaba Jongjun Oldu. Sebep ko'rsatma. Jazoni boshla.
Yulan Malika. Jazoni to'xtatinglar. Keldi, keldi. Jazoni vaqtincha to'xtatinglar. Ha, nima shubdi? Nima shubdi? Nega bordinglar? Yeshu ustam ishkimiz Jonjun janoblari uchun zo'r tirishchilik ko'rsatdik. Shundaqmi Yeshu ustam? Malika aldirmang, bir oz orom olayli. Yulan Malika, men uchun? Shundaq, yolg'on o'g'ri Aslan Shovsingni o'ldirib pushaymon qiladilar. Nima? Chunki bu yoq Marvoyit sunlarni o'g'irlikchi emas. Ha, endi menga yo'l ko'rsatmanglar. Men sizga yo'l ko'rsatmadim. Biz haqiqiy jinoyatchini tutib keldik. Shundoq janoblari, sizlar ko'rib boqsizlar. Nima ish? Ha, Shavxo. Ha, sen ambardan nima olding? Ha, Shavxo. He, bizni shifon degan mushuklarni yaxshi to'sdi. Ha? Nima ish mushukni jazo maydoniga olib kelsizlar? Jonjun janoblari, chunki Bu dal o'g'ri Aslan Shovsing. Shavxo tiqib qo'ygan narsani tez chiqar. Ha, nima? Marvoyit sunlar. Aytsinlar. Bu dal meni uyutgan Marvoyit sunlarim emasmi? Tepildi Jonjun janoblari. Ha, bu nima ish? U Aslanni agashtirib o'g'irlik qiladi u. Aslanga agashgan o'g'rimi yoki Aslanni agashtirgan o'g'rimi? Voy jon, Iman qo'rq. janoblari, bu mushuk odatda uning keyinda o'g'irlik qiladi. Ular hammasi kulyotdi. Iman janoblari, sunlar qaytib keldi. Shavxo, sen gunohingni to'nishing kerak. Iman janoblari, angladingizmi? Shavxo endi o'g'irlik qilmayman deydi. Rostmi qamashtirdingiz Malika? Rostilla. Sizga jismiga loyiq tepishmoq tepish birikkan emasmi? O'g'ri Aslan Shovsing degani bir mushukkan-ku. Jonjun janoblari, Shavtaylan gunohingni to'nadi. Marvoyit sunlarmi tepildi. Bugungi jazo. Shavxoning Marvoyit zunlarini og'aligi rost deyli, biroq men tushunmayli qoldim. Yulan Malika. Agar Shavxo o'g'ri Shovsing bo'lsa, bu shamni kim yoqqandi? Ha? Kambag'allarga pulni kim berdi? Tahdid xatini kim yozdi? Bularni Shavxo qilmagandi? Ha? Qandoq? Menga javob bermamsizlar? Ha, Yulan Malika? Yulan Malika? Javob bermasanglar jazoni ijro qilamiz jumu. Qiyin savolga duch keldinglar. Topolidinglarmi, ha? O'g'ri Aslan degani rostili Shavtaylanmikan? To'xtab tursizlar. Yeshu ustam Yulanga vakolatan javob bermoqchimi? Men javob beray. Ha, qani. İkisi bir soya bo'lsa, mushuk soyisi va o'g'ri Aslan Shovsing. Kema va paloq, dong va cho'lun, mushuk va Shavtaylan. Topdim. Javobi mundoq. Ha? So'rab boqay, bu ovozdan qaysi qo'limdan javob chiqqanligini angladingmi? Bilmayman. Amisi men deb beray. Shavxo va Shavtaylanning har ikkalisi o'g'ri Arslan Shovsing emas. Ha? Bu nima gap? O'g'ri Aslan Shovsingning ikki alohidaligi bor. Birinchisi, alvasda bo'lib elib odam qo'rqitadi. Ikkinchisi, jinoyatchi ikki odam. Biri bek kichik, yana biri bo'lsa, mushuk alvasda bo'lib elib odamlarning diqqatini buraydi. Jegin do'kondashing yo'vaymin bilan yasovlab tutqili kirganda ular qochib ketgan. Ondaqda kechida chiqqan mushuk soyisi zodi nima gap? Ha? Hammasini kishilar o'zi o'ylab olgan. O'ylab olgan? To'g'ri.
Chunki mushuk alvasining rivoyati hamma yerga tarqalgan. Kishilarning qo'rqadigan psixikasidan foydalanib, qog'ozga yolg'ondan o'yib qo'yilgan. Buningga Shavxuning ovozi qo'shilib, kishilarni mushuk alvasi kelgan hissiyatga akilib qo'ygan. Shunga Shavtaylang bilan Shavxu kishilarning xiyoli qo'shilib, o'g'ri aslan Shavsing borliqqa kelgan. Deginingizning asosi bor. Jonjun oliylari, siz Shavtaylangni jazolayman deysiz. Biroq ular ikkilisi o'g'ri aslan Shavsing emaskan emasmi? Ha, men tushundim. Shavtaylangning jazosi bekor qilindi. Jonjun janoblariga rahmat. Bo'ldi, endi sizlar ham jam bo'ldigan bo'ldinglar. Biroq o'g'irlikning gunohi yuyilmaydi. O'lim jazosi bekor qilingan bilan yanada jazoga tortiladi. Qandoq jazodu bu endi? Undaqda To'xtag'aylar. Jonjun janoblari. Hech qisi yo'q Yulan Malika. Men jazoni chuqum qabul qilaman. yaraysan. Jazoni e'lon qilaman. O'g'ri aslan Shavsing, Shavxu bilan Shavtaylang. Shunga Shavxu davlat sirtiga haydab chiqariladi. Shavtaylangga kelsak, mangu yomul ichida xizmat qiladi. Bu jarayonda gunohini to'nib, qayta o'g'ri aslan Shavsingninkidek ish tersi bo'lmaydi. Bu nihoyatda aqlani jazo bo'pti. Bak Bu yaxshi bek yaxshi bo'ldi. Rostini bak yaxshi Juda bo'ldi. ekan. Jonjun oliylari. Shefin xonim, mushuk sizga qoldi. Uning holidan chuqur yaxshi xabar olaman. Shavtaylang, endi mushuk beqishingga ruxsat yo'q, ha? Men qasam ichay, endi boqmayman. Rahmat oliylari. Bek yaxshi bo'ldi. Dasturi yaxshi bo'ldi. Bu ishda natijasi chiqdi. Aka! Bizni tashlab ketma. Bizni tashlab ketma. Xanata. Xanish ana. Sual. Eng yumshoq, ham eng qattiq, eng sovuq, ham eng issiq, o'zi kichik, biroq kuchi bakli cho'ng. U nima? Javob. U yurak. Bizning yuragimiz. Bilim degan tepishmoq bilan ifodalanmaydi. Boshqalarga yordam berganda ondan haqiqiy kamolatga yetkili bo'ladi. Xanata bilan Xanish onamning mendan kutadigan edi mushu ekan. Ango ibodatxonasiga kirib nurg'un bilimga ega bo'ldim. Har qaysilarga ko'pdan ko'p rahmat ustoz. Ibodatxonimiz Malikaga foyda yetkazadigan bo'lsa, men bundan bakli xushal. Biroq Yeshu yolg'iz qoladigan bo'ldi-da. Shu emasmi? Shu emasmi? Bundaq chiroyli singilni kunduzi panis yiqibmi topqili bo'lmaydi. Yeshu! Meni nimaga chaqirgandinglar? Ishu aka, bizmi Malikaning g'amxo'rligiga erishgan. Tozliq uyga suv chiqib ketganda biz jafo tortib tozladik. Yulan Malikining lagliki. Yulan Malikining kelishi bilan bizning tomoqimizni ozlab ketdi. Yana biroz turgan bo'lsa, biz uning bilan paranglashib baqatdik. Biroq qaytadigan bo'lib qopti emasmi? Bizning qalbimizni tushunar Yulan Maliki. Buni mushundaqla hal qilmoqchimi? Hammaylar men kechtirgan kiyimni kiyibdi. Sabr ham samimiylik bilan haqiqiy do'stlik yaratqili bo'ladi ekan. Ko'pchilikka rahmat. Xan ota, Xanish ona, yinalarga boradigan bo'ldim. Yulan Malika, bir ish bo'lsa bizga deng. Chunki biz bir qozonning tomoqini yegan. Shinyan, Chichi, biz Ango ibodatxonasi naqshdan aytib Malikaga uzib qo'yaylik. Bilmayman. 钟声当得响，午夜嘎嘎叫。他饮一壶茶，净土佛光耀。梵音2、4秒，佛法心头绕，心头绕。一小小和尚，脑袋不长毛，脑袋不长毛。钟声当得响，午夜嘎嘎叫。和尚苦修行，做着又打扫。 得失不计较，行善要趁早，要趁早。人生何其短，要珍惜今朝，要珍惜今朝。 Yulan Malika, billa aytaylik. 钟
Mayli, bir oz orom olayli. Mushagicha bo'lsin. Xayri xo'sh. 好き好き好き好き好き好き愛してる好き好き好き好き好き好き